knopkalar doğrusu kovur taxtamizga bagaj knopkasini olib beryapmiz. Uy sharoitida qilsalar bo'ladi buni. Shunaqa relasi bo'ladi, 3 oyog'li va 2 ta katta oyog'i bo'ladi. Yana katta oyog'ida sim aylantirib o'tkazib olib turib, knopkaga yopgan. Knopkaga 2 ta ulanadigan joyi bo'ladi. Mana ikkita knopka. 2 ta ulanadigan joyga ulab olasizlar. Bu relay o'zi o tepada birinchi joyda turadi. Birinchisiga hozir chiqib turib ham videosini ko'rsatamiz. Joyiga chiqib oldik. Asli havodan kabel turgan joyimizni chiqarib turib tasvirlaydi. 2 ta kabel chiqarib olasizlar. Sizga bu yerdan bunaqa ulasanglar bo'ldi. Knopkani qiziga 2 ta kabelli bo'ladi o'zi. Plus-minus bo'lmaydi. Undan ulab qo'yasizlar. Ochiqroq qilasizlar. Ochiq yoqqani. Bu yo'q qo'yasizlar. Uy sharoitida o'zingizlar qilib olsanglar bo'laveradi. Tepaga ham atkazsangiz, tepalarga avtomashinani qilib beraveramiz. 4 yuklab aytgan joydagi deb o'zingiz ko'rib to'g'risi. Ikkita nomerlar qoldiramiz, olib ketib kelaverasizlar, xizmatlar bo'lsa.